SAT tapşırayımı yoki milliy sertifikat tapşırayımı deb o'ylanib yurgan abituriyentlar uchun toza yo'nalish aytmoqchiman. Ya'ni bilamizki, SAT'dan milliy sertifikatdan savollar o'xshash, ya'ni SAT'da 44, milliy sertifikatda 45 savol bor. Bugundan boshlab o'sha har birisindagi 45 savolni birma-bir tahlil chiqamiz. Har bir videoda bitta savol, ya'ni SAT'dan birinchi savol va milliy sertifikatdan birinchi savolni tahlil etamiz. Shunda 45 video bo'ladi, xudo xolasa. Demek özleri salıştırıp alaverasizlar, qaysi ansatrak, qaysi kime doğru keladi. Demek birinchi savol, SAT'dagi birinchi savolimiz yana beda aytib tutdi, yana shu ifodani soddalashtirib javob topish kerak. Javoblardan qaysi birisi mos keladi dedi. 2x kvadratga x kvadratni qo'shsak 3x kvadrat oladi. X'a 6x ni qo'shsak plus 7x va minus 9 plus 1 minus 8 beradi. D javob. Ko'rib turganlaringizdek o'ta darajada ansat misol. Milliy sertifikatning birinchi misoli, demak, ABS turli raqamlar bo'lsa, 100A plus 10B plus S'ning eng katta qiymatini toping deydi. Ozroq bo'lsa ham fikrlasha chorlaydi bu misol. Xo'p, men koeffitsiyenti eng yuqori bo'lgan ifodani topamayman, 100A. Demak, ABS raqamlar bo'lgandan keyin bular 0 dan 9 gacha bo'lishi mumkin. Men eng katta raqamim 9 ni koeffitsiyenti eng katta bo'lgan ifodaga qo'yaman va anonni 9 qo'ysam bu ifodam 900 bo'ladi. Koeffitsiyenti yuqorilikda ikkinchi duradi, demak 10B. Demak 9 dan keyin eng katta raqamimiz 8. Shuning uchun buni 8 qo'ysam bu 80 bo'ladi va sinonni tabiiyki 7 qo'yaman. Natija shunda 987 bo'ladi.